Chingiz Aytmatov. Qiyomat. Bu so'z butun og'rig'i bilan ongimizga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur kitobning ahamiyati xususida gap ketganda, asarning qiyomat deb nomlanishida bir emas, bir nechta asos borligini ta'kidlash kerak. Chunonchi, Akbar bilan Toshchaynar timsolida bir juft bo'ri va uning zurriyotlari qismatining fojiaviy yakuni, ummatlariga baxt ato etish uchun kurashgan, oqibati aynan o'sha baxt ulashmoqchi bo'lgan tomonidan rad etilgan Hazrati insonning chormihaga tortilishi, o'zlarini jamiyatning oldi kishilari deb bilgan, aslida esa ma'nan nopok kishilarga qarshi so'z aytgani uchun Mo'yinqum dahshatida daraxtga chormih qilib tortilgan Avdiy fojiasi o'limi, Olammo'ng'u tog'idagi tubsiz jarlikka oti bilan tushib ketgan va hatto kafansiz qolgan Ernazarning qismati, qo'rquv va tahlikaning zo'ridan kenjashni olib qochayotgan Akbarning otaman deb aslida o'z jigar porasining bag'riga o'q bilan ilma teshik qilib yuborgan Bo'ston Orkunchiyevning taqdiri, bularning bari kitobxon qalbini larzaga solmay qo'ymaydi.